shahid Farhodni abasi bo'laman. Hozirgacha Farhodni hodisasi marmuz qolgan, gun qolgan. Bizlar aslan bilmaymizki Farhod nima raqam o'libdi. Va doktor shifoxonaga yeshtirilgan, hamma narsasi chek olingan. Cheklarni natijasi belli emas. 12 bajaga ishlarini xalos qilib, bir dastaga uyiga tilattiriladi. Qotillar Farhodni shahodatga eshittiradi. Farhod Irodga sarroflik qiladi, necha timlarga futbol qilgan. Farhodni bir bozukuni Afg'oniston shumildi. Bunyonguzoroyi Sarsabz yoshlar, Sarsabz bu kun dushanba kuni Qahramononga Sarsabz yoshlarining musobaqasi bor edi. Baxotir timini hamrohlik qilishi uchun tikit tayyor qilgan ediki, ba'das peshin Kobul tarafga harakat qilsa edi. Ota-onasi Baxotir Tashviq Farhodjon Kobulga huzur topdi. Bu kun bizlar pas Maymanaga qaytib keldik. Farhodni paykar bejoni Maymanaga tashrif kelsa, bizlar marosim xokspori Farhodjonda o'tkazsak. Yana ham davlatdan istaymizki, bu qotillarni tutib panjiy qonunga topshirsalar.